bir yoshli qalam novda uchida beradi dedik. Ba'zi navlar tez o'sib ketgan bir yoshlikni yonida ham gullaydi. Mana shu uchki qismi gullaydi aynan. Bu eng yomon gullar hisoblanadi. Ikkita jihatdan, uchta jihatdan ham. Birinchisi, bular kech ochiladi. Kech ochilgan vaqtda nam va iliq harorat bo'layotgan, kuzatilayotgan bo'ladi. Va bu vaqtda bakterial kuyish tushadi. Bir. Shu gul orqali. Ikkinchisi, bu mevalarni to'kib tashlash qimmat. Ko'p tez, haddan tashqari ko'p. Qoldirsangiz mayda bo'ladi. Buni seriyalatsangiz ham bu yerdagi meva, buni uchidagi mevaga yeta olmaydi hech qachon. Mayda bo'ladi. Eminni shunday ana shu ustida gullaydi. Ha, pinkleydi ham shunaqa misol. Ana endi keyingi masala aynan shu qismidagi mevani ko'pincha quyosh uradi. Chunki bu noda uzun qolib ketyapti-ku. Egiladimi yozga kelib og'irligi bilan quyoshga ochilib qoladi. Bu uchinchi jihati. Endi nima yechim bor desangiz, bu nodani biz aslida mana bu holatda hech qayerda qoldirmaymiz. Bu bo'yicha savolingiz yo'q. Yoshligida shakl berayotganimda uzun qoldirib yotsan-ku, egilib qoladi-ku deb savol beryapsiz. Unda uchini kesib